Odilxon Kamolov divan ekspertlar bilan jang qilishni davom ettiradi deb hazil bilan boshlayman do'stlar, lekin bu safargi raqibi haqiqatan ham familiyasi Divanov. Alash Pride organizatsiyasida o'zini debyut jangini o'tkazar ekan. Kecha men bilan prямой efirda gaplashdik Instagramda va do'stlar haqiqatan ham bu Alash Pride endi mana jiddiy organizatsiya haqiqatan ham, chunki o'zim o'sha yerda ikkita jangimni o'tkazdim, bitta mag'lubiyatga uchradim, bitta yutdim. Alash Pride'da Shavkat Rahmonov jang qilgan, Zubayra To'xugov va boshqa Quvvat Hamidov juda ham Qozog'istonning eng mashhur MMA jangchilari jang qilgan u yerda va Rossiyaning ham ko'p MMA jangchilari o'sha yerda jang qiladi va Alash Pride'da haqiqatan UFC gacha ham borsa bo'ladi. Haqiqatan u yerda e'tiborni tortsa bo'ladi do'stlar. Men Odilxonni bu kontrakt bilan tabriklayman va yaxshi g'alabalar tilab qolaman. O'ylaymanki, uni nima deylar, jangovar qobiliyati bilan birgalikda o'syapti, uni mediasi, jangovar qobiliyati yana ham o'sadi va международный arenalarda ham yana ham, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston emas, yana ham Rossiya va boshqa Yevropa davlatlarida ham e'tibor tortadi degan umiddaman do'stlar. Divanov raqibiga keladigan bo'lsa, to'g'risi men uni hali janglarini topa olganim yo'q. Topishim bilan sizlarga yana bitta video tayyorlayman. Va nima desam ekan, Oktagon ligani yomon tarafi yo'q. Oktagon ligaga menga yoqadi, haqiqatan ham yaxshi liga. To'g'ri, ba'zi bir qilqlarni tanqid qilamiz, lekin baribir yaxshi liga. Lekin o'sha Kamel karate boynagi nima deyiladi, erka bo'lan, Tyson, Saturn bo'lib aylanib qoldi, boshqa jangchilarga imkoniyat bo'lmayapti. Men haqiqatan ham xohlayman bu jangchilar boshqa organizatsiyalarda urushsinda, Oktagon ligadagi boshqa bir bo'lajak yulduzlar, haqiqiy MMA jangchilari, professional MMA jangchilar ko'tarilishini xohlagan bo'lardim. Shuning uchun ham men Odilxonni ham, Saturnni ham, Taysonni ham, bular endi media, bular blogerlik faoliyati bilan tanilganlar, bular media jangchilar va media yo'nalishi bo'yicha beradigan boshqa organizatsiyalarni ham mediasini ko'tarib berish uchun ketsalar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun haqiqatan ham ajoyib jang ko'ramiz degan umiddaman. Hozir sizlarga keyingi videoni tayyorlayapman va juda ham jiddiy video tayyorlanyapti. Nimaga? Ramazon Temirovning vaznida juda ham bitta katta xavf paydo bo'ldi. Juda ham katta xavf. Qanaqa xavf? Bu Hariguchi degan jangchi qo'shildi. U UFC chempionlik kamari uchun jang qilishgacha borgan, ya'ni Dimitrius bilan jang qilgan. Xo'p, Ryzenning kamarini olgan. Bellatorning kamarini olgan. Haqiqatan ham juda ham kuchli jangchi. 3 ta eng kuchli organizatsiyada o'zini o'rnini qoldira olgan jangchi va u hozir UFC'ga yana qaytdi va birinchi jangidayoq Tagir Ulanbekov, ya'ni o'sha Habiblarning klubidagi bitta jangchi bilan jang qilyapti. Haqiqatan ham Tagir Ulanbekov ham jiddiy raqib. Endi ko'ramiz nima bo'lar ekan. Ramazon Temirov haqiqatan ham kuchli sostavga orasiga tushib qoldi. Tim bo'ldi reytingga kirgandan keyin yana ham kuchli bo'ladi do'stlar. Davom etamiz keyingi videolarda. Yana ham faolroq va yana ham aniqroq aytaman. Hozircha Odilxonga omad tilab qo'yamiz. Kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Bobur Qurbonov, Atmosfera MMA, podpiska bo'lib qo'yinglar.